Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizlarga 21 ga tezkor ko'paytirishni tushuntirib o'taman. Demak, buning uchun birinchi 1 ni 1 ga ko'paytiraman. Ko'paytirsam 1 bo'ladi. Endi mana bu 2 bilan 2 ni 1 ga ko'paytiraman. Ko'paytirsam 4 bo'ladi. Bundan keyingi qiladigan ishim mana bu 2 bilan 1 da diagonal ko'paytiraman. Buni qiymati 2 ga teng. Endi buni diagonalni ko'paytiraman 1 ga. Bu 2 bilan bu 1 ga ko'paytirgan bo'lsam, buni qiymati ham 2. 2 qo'shilgan 2 barobar 4 bo'lib, buni qiymati 441 ga teng bo'ladi. Ko'paytirib ko'rsangiz, xuddi shunday natijani olishingiz mumkin. Endi yana bitta 21 ko'paytirilgan, mana 20 xo'sh 2 deylik, ha? Tezkor ko'paytiramiz. Demak, buni bunga ko'paytiraman. 2. Bu 2 ni 2 ga ko'paytiraman. 4 bo'ladi. Mana bu ko'paytirilgan edi. Endi mana bu diagonalni ko'paytiraman. Bu diagonalni ko'paytirsam, buni qiymati 4. Buni bunga ko'paytiraman. Buni bunga ko'paytirsam 2. Demak, ikkalasini qo'shsam 6 bo'ladi. Demak, mana bu yerga 6 olib kelsam 462. Mana bizga misolda javob. Tezkor javoblardan shundan foydalanishingiz mumkin bo'ladi.